Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan transformator haqida ko'rib chiqamiz va boshlang'ich taassurot va tasavvurlarga ega bo'lamiz. Mana transformatorlarimiz ko'rinishi. Bu yerda ikki xil transformatorimiz bor, ya'ni переменный, ya'ni o'zgaruvchan tokniki va impuls tokning transformatori. Ularning farqi nimada bo'ladi? Asosiy bitta farqi переменный, ya'ni o'zgaruvchan tokning o'zagi mana temir bo'ladi. Temir bo'ladi. Mana unda ham temir, mana unda ham temir og'ir bo'ladi. Gabariti katta bo'ladi. Mana bu transformatorimizdagi impulsni buni bilishimiz yengil bo'ladi, chunki buni o'zagi ferromagnitdan ishlab chiqariladi. Toshga o'xshagan qora bo'ladi, ferromagnitdan ishlab chiqariladi. Nima uchun gabarit hammasining bir xil, lekin bu yerda bitta narsa bor. Gabarit bir xil bo'lgan bilan bu ko'taradigan quvvat bilan buning quvvatining o'rtasida katta farq bor. Buniki boshqacha quvvat, buniki boshqa, buniki kattaroq quvvat bo'ladi. Impulsli bo'lgani uchun. U to'g'risida dalshi keyingi boshqa yana ham kuchliroq tarzda tanishamiz. Hozircha mana shundan cheklanamiz. Endigi etap transformatorlarni yana impulsni to'xtatib turamiz. Bizga hozir faqat переменный kerak bo'ladi. Переменныйda transformatorda o'zak bo'ladi. O'zakka o'ralgan chulg'am va yana chulg'am. Xuddi shunday, bunda ham mana o'zakka o'ralgan chulg'am mana kirdi, aylanib chiqdi. Bu yoqda ham kirdi, aylanib o'rtaga bitdi, mana bundan chiqdi. Bu pustoy ekan mana. Ko'rsa ulanmagan, mana unga ulangan. Bunda ham xuddi shunday. Kirdi, chiqdi. Bularni endi qaranglar, переменный transformatorda первичный обмотка, вторичный обмотка degan gap bor. Первичный bilan вторичный qatdan bilamiz? Первичный deb bizda har doim kiruvchi kuchlanishga kiradigan, kuchlanishga ulanadigan chulg'amni aytiladi. Ya'ni bizda hozirgi paytda mana ingichka chulg'amga первичный deb nom beriladi. Sababi bunga 220 ulaymiz. 220 ulaymiz. Mana yo'g'on simdan esa 12 volt yoki 24 volt chiqadi. Bizda yo'g'on. Nima uchun bunda ingichka, bunda yo'g'on degan sababni hozir ko'rib chiqamiz. Transformatori sxemadagi belgilanishi mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu yerda chulg'am bor. Mana o'rtadagi o'zak va bu ikkinchi chulg'am. Misol uchun bu yerga 220 volt bersak, mana 12 volt chiqdi deylik. Lekin nima uchun bunda ingichka, bunda yo'g'on? 12 voltda yo'g'on bo'ladi. Endi bu yerda transformatorda qoidasi bor. Transformator o'zgaruvchan tokni chastotasi quvvatini o'zgartirmagan holatda, vaqtini, quvvatini o'zgartirmagan holatda faqatgina uning kuchlanishini o'zgartirib beruvchi qurilma, moslama. Ya'ni bu yerda 50 Hzli 220 kelyapti, mana ham 50 Hzli 12 volt chiqadi, lekin yo'g'on. Xo'p, demak, tasavvur qilinglar, 220 volt bizada qancha deylik? 220 volt 1000 wattlik kuchlanishga chidab bera oladi. 1000 wattlik kuchlanishga chidab bera oladi. Bu transformatorimiz 1000 wattga mo'ljallangan. 1000 wattga mo'ljallangan. Bu yerdan bo'lamiz. 1000 ni 220 ga bo'lamiz. Undan tashqari 1000 ni 12 voltga bo'lamiz. Sootветственно qaranglar. Bu yerda formula kelib chiqyapti. Ya'ni quvvatni biz bo'lamiz voltga.
Bu yerdan P quvvatni bo'lamiz voltga. Bizning transformatorimiz 1000 vattga mo'ljallangan bo'lsa, P teng quvvatni voltga bo'lsak, 1000 vattni 220 voltga bo'lsak 4,5 amper chiqyapti. Mana unda ham teng amper. 1000 voltni 1000 vattni 12 voltga bo'lsak 83,3 amper chiqyapti. Demak, bizning transformatorimiz mana shu holatda 1000 vattli transformatorimiz 220 volt 4,5 amper mashina nagruskasi bor. 4,5 amperga o'zingizlar bilganingizdek ingichka sim qo'yiladi. 4,5 ko'tara oladigan. 83 amperga yo'g'onroq sim ketadi. Ya'ni kuchlanib tushgani hisobiga. Xuddi shunday formada ishlaydi. Buni asli naborot qilsa ham bo'ladi. Ya'ni inverter degan masalada 12 voltni biz 220 aylantirishimizda ham bu yoqqa 12 volt bersak, bu yoqdan 220 chiqadi. Faqatgina bizning quvvatimiz, mощностimizga qarab расчет olinadi. Demak, yana nima narsa bor bizda? Transformator, o'zak, первичный, вторичный motka, shuni o'rgandik. Bugungi darsga shuni o'rgandik. Ikkinchi darsda biz praktikamiz bularni tokka ulab tekshirib ko'ramiz.